Assalomu alaykum. Bugun duxovkada mazali, oson usulda ko'kdan sipoq somsa tayyorlaymiz. Bahor keldi deguncha darrov ko'kdan somsa yegimiz kelib qoladi. Bahorning nafasini his qilib, bugun aynan shu somsani tayyorlaymiz. Bismillah deb xamir tayyorlashni boshlaymiz. 400 mg iliq suvga 1 osh qoshiq tuz solib aralashtiramiz. 1 kilogramm unimizni yaxshilab ilab olamiz. 400 gramm qaymoqimizni qo'shamiz va tuzli suv bilan yumshoq xamir qilamiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab, ustini yopib dam oldirishga qo'yamiz. Ismaloqlarimizni muzdek suvda yaxshilab yuvib, mayda qilib to'g'raymiz. Piyozlarni ham to'g'rab, hammasini bir idishga solamiz. Ustiga tuz, murch va eritilgan sariyog' qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana bahoriy ko'k qiymamiz ham tayyor. Dam olgan xamirimizdan zuvalachalar kesib chiqamiz. Har birini yupqa qilib yoyib, dumaloq shakl beramiz. Ichiga ko'kli qiymamizni solib, kubelik shaklida yopamiz. Chetlarini kesib chiqamiz. Somsalarimizni diskga terib, oldindan qizdirilgan duxovkaga yuboramiz. 180-200 gradusda oltin rang bo'lguncha pishiramiz. Pishib chiqqanidan so'ng ustiga ozgina yog'ni suramiz. Tashqarisi qarsildoq, ichi esa suvli va nihoyatda mazali sipoq somsamiz ham tayyor bo'ladi. Oson usulda sipoq somsalarimizni uyingizdagilar uchun tayyorlab bering. Ayniqsa buvijonlarimiz uchun tayyorlab bersangiz, duolarini olasiz yoqimli ishtaha.